Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan juda ham mazali va juda tez tayyor bo'ladigan baliq pishiramiz. Bu balig'imizni pishirishda hamma vitaminlar o'zi bilan saqlanib qoladi va hammaga manzur bo'ladi. Birinchi bo'lib baliqlarimizni kesib olamiz va yuvib tozalab olamiz. Keyin esa har bitta bo'lagiga alohida tuz sepib chiqamiz. E'tiborli bo'linglar, har bitta joyi qolib ketmasligi kerak. O'shanda baliqga maza kiradi. Mana hammasini tuzlab oldik. Endi esa listga folga yozamiz va hamma baliqlarimizni taxlab chiqamiz. Taxlab chiqqanimizdan keyin tabga ko'ra ustidan murch sepamiz. Murchlarni orqa oldiga sepib bo'lganimizdan keyin yog' solamiz idishimizga va baliqlarimizning ustidan yog'imizni surib chiqamiz. Yog' ham hamma joyiga tegishi kerak. O'shanda baliq juda ham shirin bo'ladi, sousli bo'lib pishadi. Yaxshilab surib olganimizdan keyin baliqlarimizni 40 minutda 180 gradusda pishirib olamiz. Mana ajoyib va mazali, foydali bo'lgan baliqlarimiz ham tayyor bo'ldi. Ana endi bemalol dasturxonga tortishingiz mumkin. Agarda sizga retseptim yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib, like bosishni unutmang.